Assalomu alaykum. Ahli YouTube, aka-ukalar, ag'aylar, bir tane like bosib, gumburlatib, gruppa podlis saqingizlar. Qo'rqib yotgan birodarlarimiz bo'lsa, qo'rqmasin, kelaversin. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda kemengar, senlarda bir minchagina ishtirofing bo'lsa ham, senlarni 3 yilga qamaydi ekan deydi. Ol yolg'on. Просто fake gaplar. Kerak emas. Bizning qancha xalq aka-ukalarimiz, birodarlarimiz vatanda jiribdi. Hep barsak deydi, bizni qamaydi ekan deydi. Buna bizim jiribmiz xo. Biz ham shu dokumentni qilib jiribmiz. Dokumentni to'g'rilab turib, birovga men ishingiz bo'lmasa, birov sizlar bilan ishingiz bo'lmaydi. Ishi bo'lmaydi, birintaning. Aynalar. Faqat kelingizlar, ishlangizlar, nima deyman? Ag'aylar, gazini bosingizlar. Har xil gaplarga ishonib yotmangizlar. O'zlaringiz asrangizlar. Lekin mana o'zimizning akamiz kelibdi. Qanday bo'lyapti aka? Normal. Zo'r bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti. Dam olyapti tana butun vujud. Haligi qizil ketman va shartuz hammasi kelaversin, ha? Kelaverasizlar, mana adresda hamma yoqqa yozib reklama qilib qo'yibdi. Bemalol kelasizlar, mana akamiz xizmatda. Lechini qilib ketasizlar, mazza qilib. Inshaalloh xudo xolasa kelaveradi, iltijom qilamiz sizni. Qarangiz, men sizga shulib qo'ydim, ha? Bu kishiga hijoma qildim sizni. Mana qanday bo'ldi taassurotlar? Qanday bo'lyapti? Juda yaxshi bo'ldi. Mana anchadan beri bir vaqt ajratib kiymoqchi bo'lib yuruvdik. Shu keldik, mana tanishdik. Yoshimiz ham teng ekan doktor bilan. Yana ham qalin bo'ldik. Mana nimaga sandalga kirdik, nimaga bochkaga. Odam o'zini yengil his qilib qoldi-da. Endi doktor qachon kel desa kelaveramiz. Inshaalloh, o'zim sizga telefon qilaman. Bo'ldi, nasib inshaalloh. Mana shu bir kesalaringiz o'zi nimasini foydasini bilgandan keyin kelgingiz kelaveradi. Inshaalloh. Kimda agar mana shunday ozgina dard bo'lsa, nima bo'lsa, mana kesalaringiz inshaalloh avvalo Xudo dardni davoni Xudo beradi. Shu akamiz do'stimiz bir sababchi bo'lib qoladi. Keyingizlar mana agar lechini qilmoqchi bo'lsalaringiz, Moskvada bo'lsalaringiz, adres mana город Katenniki, улица Stretili, dom 2. Shu kelasizlar, do'stimizni kutib oladi. Inshaalloh kutib olamiz. Men yaxshi his qilyapman o'zimni. Yaxshi menga foyda qildi-da, birinchi marta. Mana akam bu necha marta bo'ldi kelayapsiz? Men 3-marta kelishim. Mana bo'ynimda Astraxan roz, davlenim 220 dan tushmasdi. Mana shu kelib, mana shulyuk, zulyuk shuni qo'ydirgandan keyin ancha menga foyda qildi. Mana 3-marta yana keldim, shu belga qo'ydim, oyoqlar grija bor, tizalarda og'riq, mana shu. Hozir juda o'zimni yaxshi his qilyapman. Mana kelingizlar. Juda ham yoqimli. Foydali. Foydali inshaalloh. Alloh shifosini bersin. Bir duo bering aydan. Duo bering. Siz bering duoni. Duo bering. Nima deb duo? Ha shu har bir ishlaringizga baraka. Hamisha shunday odamlarni sog' salomat qilib, kasaliga shifo berib jo'natavering. Alloh rahmat.